Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bize manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yoq tarafdan kelsangizlar, xudo xolasa Gullandan, Yangi bozordan, Urganchdan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoqdan kelsangizlar O'zbekistondan, Tamojniy Maxtumqulidan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoq tarafdan kelsangizlar Xivadan, Qo'shko'pirdan, Yangiariqdan kelsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa bizning asosiy vazifamiz gazlashtirilma hududlarni işi kömür katyol bilan qizdirib berish, xudo xolasa kömür katyollarni ishlab chiqarish nemiz bor, seximiz bor, xudo xolasa. Shuni chiroyli etib, bunkerli, bunkersiz, zavodskoy hammasidan kömür katyollarimiz bor, xudo xolasa. Bunda yine bir mijozimiz Gullandan kelgan ekan, kömür katyollarini berdik yine. Setkani teyimda qolib ketibdi. Kömür katyolları, ili batareyaları hamma vajidan berdik. Xudo xolasa 26 milyon so'm bo'ldi. Ili dastavkasini aytib berdik, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Yine kömür katyolimiz mijozimizga bergan katyollarimizdan yine. İçi turbalı, kitaplı. Aziyatda başsanızlar ham bo'ladi, kitapda başsanızlar ham bo'ladi. Şu ne de, xudo xolasa bize de endi oynalarimiz ham bor yine. Aynalarımız ham mesela yine 1.20'ga 1.60. Yani şu duruşu yine 650 ming so'mdan chiqadi. Bir shtuki 1.20'ga 1.60. Bir shtuki 650 ming so'm. Yani şimdi ayna ham satamiz, akboy eshik aynalar. İli eshiklarning o'zi ham bor, xudo xolasa. Eshiklarimiz har xil razmerlarda bor. 60'dan yine 60, 70, 80, 90'dan balandligi 1.80, 1.92'lik razmerlargacha bor. Xudo xolasa sizlarga endi batareyalarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bizda yine har xil turdagi batareyalar bor yine. Yine bazı mijozimizga bergan batareyamiz yine. Mijozimizga bergan batareyamiz. Bunda yine şunu görünüşü. Yine. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ili otablinalik xizmatlari kerak bo'lsa, santexniklik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga manzilni tushuntirib o'tdim. Meni stemnik katyollarimiz ham bor yana. Ariston, radiator hamma ishlarimiz bor. Gaza kolonka. Sizlarga manzilni tushuntirib o'tgan bo'lsam, xudo xolasa kelsangizlar qo'ldan kelgancha hammasini arzon etib kelishtirib beramiz. Sağ olunlar, selamet olunlar.